Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatiki darsligimizni boshlaymiz. Bu darsligimizda biz o'qimoqchi bo'lgan kitob An-Nahul Muyassar, osonlashtirilgan grammatika. Bu kitobningki An-Nahul Muyassar, osonlashtirilgan grammatika deb atilishining sababi bu kitob arab tilidagi grammatikalarni bizga eng oson shaklda, ya'ni jadval shaklda ko'rsatib bergan. Bunda bo'lganda o'quvchi grammatikaning mazmunini kallasiga nihoyat oson bekitib ola oladi. Muqaddimasini o'zingizlar bir ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Darsimizni boshlashdan ilgari arab tilidagi grammatikaninki umumiy xaritasi bilan, ya'ni umumiy ramkasi bilan bir qir tunishib chiqaylik. Endi arab tilidagi grammatika mundaq ikki narsa ustida tadqiqot olib boradi. Qaysi deganda, birinchidan arab tili grammatikasi so'z haqida tadqiqot olib boradi. Bunun tədqiqat obyektivi söz buludu. İkinciden cümle buludu. Yani arab tili grammatikası söz ve cümle hakkında sözleydi. Biz sözünün özgürüşçen yoki özgürüşçen emasligi, agar özgürüşçen bo'lsa, peş o'qildigan, zavar o'qildigan yoki zir o'qildigan iborat so'zga aloqador bir qur hukmlarni, ya'ni qoidalarni bilib bo'lgandan keyin, uningdan keyin bizga kalamni qandaq tuzildiganligi, kalamning qancha xil bo'lganligi, ya'ni jumlaning qancha xil bo'lganligidan iborat bir qur masalalarni so'zlaydi. Demak, arab tili so'z va jumla haqida so'zlaydi va so'z grammatikaninki 95% ni egallaydi, undan keyin jumla 5 yoki 10% ni egallaydi. Unda bo'lsa, biz arab tili grammatikasini so'z yoki jumla haqida tadqiqot olib boradi dedik. Undan keyin deganda söz haqida tafsiliy so'zlaydi. Ya'ni so'zni mundaq 3 turga bilib so'zlaydi. Birinchidan ism. So'z degan, ya'ni arab tilidagi so'z ya ism bo'ladi, yoki fe'l bo'ladi, ya'ni ish harakat bo'ladi, yoki harf bo'ladi. Bundan tashqari bo'lmaydi. Arab tilidagi so'z yoki ism bo'ladi, yoki fe'l bo'ladi, yoki harf bo'ladi. Ism degan qanday, fe'l degan qanday, harf degan qanday? Buni qanday ayıraymiz? Bunun tunuşturuluşu nima? Bu haqda biz dersimizde tafsiliy so'zlaymiz. So'zni ism, fe'l, harfdan iborat 3 ga bo'lib bo'lgandan keyin, undan keyin ismni cho'ng jihatdan 2 turga bo'lib so'zlaydi. Bu qaysi deganda, birinchidan mabni, ya'ni qatqan ismlar, o'zgarmas ismlar. Ikkinchidan mu'rab, ya'ni o'zgarishchan ismlar. Mana bu shundaq cho'ng jihatdan 2 turga bo'lib so'zlaydi. Undan keyin ismlarning, arab tilidagi ismlarningki tarkibidagi söz itibari bo'yicha ismlarning turlarini so'zlaydi. Undan keyin fe'lni mundaq 3 holatga, zamonga bo'lib so'zlaydi. Ya'ni fe'l madi, o'tgan zamon fe'li, fe'l mudari, hozirgi yoki kelgusi zamon fe'li, uchinchisi fe'l amri, buyruq fe'lidan iborat 3 qismga bo'lib so'zlaydi. Undan keyin harf to'g'risida so'zlaydi, ya'ni arab tilidagi harflar bir qancha qism bo'ladi. Masalan, huruful jar, huruful mushabbihatun bil fi'li, huruful atfi, hurufut tanbih, hurufun nida, huruful ijab, hurufuz ziyada, harfat tafsir, harful masdar, huruful masdar, حروف التحديد، حرف التوقع، حرف الاستفهام، حروف الشرط، حروف ردع، حروف الردع، تاء التأنيث الساكنة وتنوين ونون التوكيد عبارة مشو türlerini so'zlaydi. Har ikkala qadar mushu türlerini so'zlaydi. Undan keyin ismni biz cho'ng jihatdan 2 turga bilib so'zlaydi degan. O qaysi? Mabni, mu'rabda. Mabni, arab tilidagi mabni ismlar nihoyat az. Uningdan qolib qolganlarning hammasi mu'rab bo'ladi. Shunga bizga az bo'lgan mabni ismlarni so'zlaydi. O qaysi deganda, birinchidan damairlar, kishilik almashlar. Ikkinchidan asmaul ishara, ko'rsatish ismlari. Uchinchidan asmaul mavsul. Dördüncüden asmaul af'al, beşinciden asmaul asvat, altıncıdan
asmaul murakkaba, uningdan keyin al kinoyat, uningdan keyin ba'du zuruf, uningdan keyin mu'rabninki bu shu mabnidan boshqa hammasi mu'rab bo'ladi. Uningdan keyin mu'rab, ya'ni mu'rab deganimiz o'zgarishcha ism degan gap. Buni biz darsimizda texnik tafsiliy so'zlaymiz. Bu o'zgarishcha ism degan gap yo pash o'qiladi, yo zavar o'qiladi, yoki zir o'qiladi. Yoki fe'l bo'lib qolsa sukun o'qiladi. Demak, bu o'zgaraydi degan gap. Unda bo'lsa, buni o'zgarish e'tibori bo'yicha bunda 3 cho'ng turga bo'lib so'zlaydi. Marfuat, ya'ni pashlik ismlar, mansubat, zavarlik ismlar va majruratdan iborat, ya'ni zirlik ismlardan iborat 3 cho'ng turga bo'lib so'zlaydi. O'zgarishcha ismlarni. Uningdan keyin arab tilidagi o'zgarishcha ismlarning ichida mustaqil pashlik degan bo'lmaydigan, yoki zavarlik degan bo'lmaydigan, yoki zirlik degan bo'lmaydigan, lekin beshidagi ism, ya'ni agishib kelgan ism pash bo'lsa pash bo'ladigan, zavar bo'lsa zavar bo'ladigan, zir bo'lsa zir bo'ladigan agishmi ismlar bor. O'zida mustaqil pash, zavar, zir degan bo'lmaydi, beshidagi agishadigan ismlar bor. Buni so'zlaydi. Buni arab tilida at-tawabi', agishuvchi ismlar deb ataydi. Uningdan keyin biz ismlarningki harflar e'tibori bo'yicha ismning turlarini so'zlaydi degan. Masalan, sahih ism deb, ya'ni tarkibida hech qanday arab tilidagi kesal harf bo'lmagan fe'l ism. Uningdan keyin shibhu sahih, ya'ni azroq kesal harf bo'lib qolgan. Buning tafsilotini ham so'zlaymiz bundan keyin. Maqsur ism, mamdud ism, manqus ism dan iborat ismlarningki harf e'tibori bo'yicha turlarini so'zlaydi. Biz ismlarning ichidan mu'rab, ya'ni o'zgarishcha ismlarni biz pashlik, zavarlik, zirlik deb 3 turga bo'lib so'zlaydi dedik. Uningdan keyin bizga pashlik turdagi ismlarni so'zlaydi. Masalan, pashlik turdagi ismlarning birinchisi fa'il. Uningdan keyin naib fa'il, uningdan keyin mubtada, uningdan keyin xabar, uningdan keyin inning xabari va uning qarindoshlarining xabari, uningdan keyin konining xabari va uningki qarindoshlarining xabari, uningdan keyin konining ismisi va uningki qarindoshlarininki ismisi, uningdan keyin ma va la, ya'ni leysiga o'xshab ketadigan ma va laning ismisi, uningdan keyin jinsini yo'qqa chiqaradigan, tubdan yo'qqa chiqaradigan laningki xabari, mana mushular arab tilidagi pashlik ismlar deb buni so'zlaydi. Uningdan keyin arab tilidagi zavarlik ismlarni so'zlaydi. Masalan, birinchisi maf'ulun bih, ikkinchisi maf'ulun fi, uningdan keyin maf'ulun mutlaq, uningdan keyin maf'ulun ma'a, uningdan keyin maf'ulun li ajli, uningdan keyin hal, tamyiz, uningdan keyin mustasna, uningdan keyin konininki va uning qarindoshlarining xabari, uningdan keyin inning ismisi va uning qarindoshlarining ismisi, uningdan keyin nafining las bilan zavar qilgan ismni so'zlaydi. Uningdan keyin leysiga o'xshab ketadigan ma va laning xabarini so'zlaydi. Mana bular arab tilidagi zavarlik ismlar deb buni o'z navbatida tafsiliy misollar bilan so'zlaydi. Uningdan keyin o'zgarishcha ismlarningki biz zir o'qildiganlari bor degan. Buni so'zlaydi. Ya'ni arab tilidagi o'zgarishcha ismlar bunda ikki xil shaklda bo'ladi. Cho'ng jihatdan 2 xil yoki 3 xil desak ham bo'ladi. Masalan, birinchisi harfi jarninki, ya'ni zir qilguvchi harfning sababi bilan zir o'qilgan ismlar. Ya'ni oldiga zir qilguvchi harfning birisining kirishi bilan zir o'qilgan ismlar. Ikkinchisi izofat bilan, ya'ni muzof bilan zir o'qilgan ismlar, muzofun ilayh. Uchinchisi zirga agashgan ismlar. O qaysi degani biz ismlarning ichidan agashgan ismlar bor degan, ana shular, ya'ni zirga agashib qolsa zir bo'ladi. Buni bir tur deb sanasak bo'ladi yoki arab tilidagi zirlik ismlar harfi jar kelgan ismlar yoki muzofun ilayh bo'lgan ismlar. Bu zirga agashgan ismlar zir o'qiladi, agar zirga agashib qolsa zir o'qiladi, pashqa agashib qolsa pash o'qiladi. Uningdan keyin biz arab tilida agashuvchi bir ismlar bor degan, ya'ni o'zida mustaqil zavarlik, pashlik, zirlik deganlar bo'lmaydi, lekin ilgarisidagi ism pash bo'lsa pash bo'ladi, zavar bo'lsa zavar bo'ladi, zir bo'lsa zir bo'ladi degan. Bu ismlar qaysi deganda bularni tafsiliy so'zlaydi. Masalan, birinchisi na'ti, sifat.
ikkinchisi tavkid, uchinchisi badal, to'rtinchisi atfu bayon, beshinchisi al-atfu bil huruf. Mana bularni so'zlaydi. Endi bayatdan biz zirlik ismlarning ichida izofat bilan muzofun ilayh bo'lib zir qildigan ismlar degan bu muzofni ikki turga bo'lib so'zlaydi. Ya'ni ma'naviy muzof va lafziy muzof deb bularni so'zlaydi. Mana bular butun arab tilininki asosiy jihatdagi asosiy xaritasi. Grammatikininki asosiy xaritasi. Endi biz bundan keyingi darslarimizda so'zlagan vaqtimizda sizlar bu xaritani dastlabki ko'rayotgandan keyin men grammatikininki mayriga ketdimi, mayrida men o'tibdimi deb buni zihningizda tutib olsanglar bo'ladi. Shunga old bilan sizlar bu xaritani bir qurib tafsiliy ko'rib chiqishinglar kerak. Unda bo'lsa o'qdoshlar biz darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Old bilan bizningki so'zlaydiganimiz grammatika haqida azroq tushunchaga ega bo'lamiz. An-nahv. Arab tilida grammatikani an-nahv deb ataydi. Bu nima uchun bunday deb atalgan? Bu nima degan gap deganda, bu an-nahv degan so'zningki arab tilidagi tunishtirishi birinchidan bu nahv degan so'zning arab tilidagi so'z ma'nosi maqsad qilish degan bo'ladi. Ya'ni al-qasd, maqsad qilish degan bo'ladi. Endi nima uchun buni maqsad qilish degan bo'ladi bu? Nima uchun bu maqsad qilish degan gapni bu grammatikaga ism qo'llangan deganda bunda har xil gaplar bor. Ya'ni bir arab tilini arablardek so'zlamoqchi bo'lgan odam yoki arablardek bir o'rganmoqchi bo'lgan odam maqsad qilishga tegishli bir ilm bo'lg'achqa shuning uchun buni maqsad qilish deb qo'ygan degan ko'z qarashlarmi bor. Mayli qandaqli bo'lmasin, bu nahv degan so'zningki bir qancha xil ma'nolari bor, ammo bu fanga eng yaqin keladigan ma'nosi maqsad qilish. Endi buningki bu grammatika, arab tili grammatika buni sifati bilan buningki kasbiy atalg'usi, ya'ni istilohiy atalg'usi ilmun bi usulin yu'rafu bihi ahwalu awakhir al-kalimat al-arabiyya i'raban wa bina'an wa kayfiyati tarkib ba'daha ma'a ba'd. Buning kasbiy atalg'usi arab tili so'zlarininki, arabcha so'zlarninki mu'rab, ya'ni o'zgarishchan va mabni, ya'ni o'zgarmaslik jihatdan arab tilidagi so'zlarning oxirlarining ahvollari uning bilan bilinadigan qoidani bilish grammatika deb ataladi. Ya'ni arab tilidagi so'zlarning oxirlarininki mu'rab va mabnilik jihatda, ya'ni o'zgarishchanmi yoki qatqan, o'zgarmasmi mush ahvollarni biladigan, mush ahvollarni bilgili bo'ladigan ilmni biz nima deb ataymiz? Grammatika deb ataymiz. Va kayfiyati tarkibi ba'daha ma'a ba'd. Va so'zlarning o'zaro qandoq birikadiganligi, qandoq tarkib topadiganligi buni bilish grammatika deb ataladi. Buni yig'ib tarjima qilsak, arab tilidagi so'zlarningki oxirlarining ahvollarini mu'rab va mabnilik jihatdan va o'zaro qandoq birikadiganligini uning bilan bilinadigan usul degan gap qoidani bilish grammatika deb ataladi. Yoki bilinadigan qoida, ya'ni usul, qoida grammatik ilmi deb ataladi. Endi biz arab tili grammatikasini, arab tilidagi so'zlarning oxirlarini qandoq o'qiladiganligini va o'zaro qandoq birikadiganligini bilishni biz arab tili grammatikasi deb atadik. Endi buni bilganning nima foydasi bor deganda, buning foydasi tamratuhu, uning foydasi birinchidan buni bilgan vaqtimizda sawnul lisan anil xata'il lafzi fi kalamil arab. Arab so'zidagi, arab jumlalardagi lafziy xatolikdan tilni saqlab qolg'ili bo'ladi. Mana bu birinchi foydasi. Endi buningki foydasini bildik. Bu nima haqida so'zlaydi deganda, buning temisi kelima va kalam, so'z va jumla haqida so'zlaydi. Biz darsimizning beshida arab tili grammatikasining xaritasini bir tushungan vaqtimiz degan, arab tili grammatikasi so'z va jumla haqida so'zlaydi degan. Endi buning qo'yuvchisi, ya'ni ijod qiluvchisi, tunji bir panqib paydo qiluvchisi kim u deganda, buning qo'yuvchisi Abul Aswad Zalim ibn Amr ibn Sufyan ad-Du'ali. Bu odam
Hijriyaninki 16-yili tug'ilib, 69-yili vafot bo'lgan. Nima uchun bu grammatika qo'yilgan, ya'ni ijod qilingan, mustaqil fan qilib tuzilgan deganda, Ali roziyallohu anhuning davri kelgan vaqtida arab bo'lmagan xalqlar islomga kirishga boshlagan va arabcha Qur'on Karim va undan boshqa so'zga asosli Qur'on Karimni o'qishda xatolashishga boshlagan. Bu vaqtda Ali roziyallohu anhu bu nuqtani chiqish qilib turib, bu Abul Aswad Zolim ibn Amr ibn Sufyan ad-Duali degan bu odamga arab tili grammatikasi tuzishni buyruq qilgan. Demak, grammatikani dastlabda tuzishga buyruq qilgani Ali roziyallohu anhu. Bevosita qo'l tiqib tuzgani Abul Aswad. Endi bu grammatikaninki tunishtirilishini bildik, temasini nima haqida so'zlaydiganligini bildik, uning foydasini bildik, kimning ijod qilganligini bildik. Endi buni o'rganishning ishinki hukmi nima, shariatdagi, dinimizdagi hukmi nima deganda, bu umum xalqqa nisbatan bu arab tili grammatikasini bilish farz kifoya, ya'ni bir bo'lak kishilar bilsa bo'ladi. Ammo shu diniy ilmdagi, diniy sohadagi kishilarga nisbatan bu farz ayn bo'ladi. Chunki shu sohada bo'lg'achqa bir odam diniy odam, o'zini bir diniy odam deyish uchun arab tilini foydasini bilish kerak. Chunki bu Qur'on Karimni haqida tadqiq qilib boradigan, uni o'rganadigan odam bo'lg'achqa, shu Qur'on Karim arab tilida bo'lg'achqa, albatta uning grammatikasini bilish kerak. Unda bo'lsa biz nahv haqida bir quruq tushunchalarga ega bo'ldik. Endi biz bu nahvninki, ya'ni grammatikaninki temasiga kirib ketamiz. Biz grammatikaning temasini, ya'ni tadqiqot o'rnini ikki narsa ustida bo'ladi degan. Bu qaysi deganda kalima va kalom. Endi kalom degan nima, kalima degan nima, bu haqida tafsili to'xtalamiz. Endi kalima va kalom, so'z va jumla. Buning tunishtirishi ta'riful kalima, so'zning tunishtirishi bu arab til grammatikasida lafzun wudi'a li ma'na mufrad. Mufrad ma'noga quyilgan lafz, ya'ni tovush deb tushuntirilgan. Mufrad ya'ni yolg'iz ma'noni bildiradigan lafzini biz nima deymiz? So'z deymiz. Endi bu so'z, ya'ni yolg'iz ma'noni bildiradigan so'z. Masalan, kitob, qalam deganga o'xshash. Bu 3 qism bo'ladi. Ya ism bo'ladi, yolg'iz. Muhammad desak bu bir ism. Yoki fe'l bo'ladi. Urudi, qopdi, mangdi deganga o'xshash, bu bir ish harakat, so'z, bu ish harakat, fe'l bo'ladi. Yoki harf bo'ladi. Masalan, din, tin, g'aqa, bu bir so'z, ammo bu bir harf. Ism degan nima, fe'l degan nima, harf degan nima, buni biz tafsiliy so'zlaymiz. Endi ikkinchisi bo'lgan jumla. Kalom degan nima deganda, arab tilida kalom deganimiz lafzun mufid tadammana kalimatayn bil isnad. Isnad bilan, ya'ni munosabat bilan ikki so'zni o'z ichiga olgan foydali tovush, ya'ni lafzi. Bu cho'qim ikki so'zdan tarkib topishi kerak. Shundaqla ikki so'zdan tarkib topish bilan birga foydali bo'lishi kerak. Ikki so'zdan tarkib topgan, ammo foydali bo'lmagani biz jumla deyolmaymiz. Masalan, Muhammadun zahaba. Muhammad ketdi. Bu yerda ikki so'zdan tarkib topdi va Muhammadning ketganligidan iborat bir foydali mazmun bor. Zahaba Muhammad, Muhammad ketdi degan gap. Birisi Muhammad zahaba bo'lsa, bu ism bilan boshlangan jumla, bu jumlatul ismiya deb ataladi. Zahaba Muhammad bu fe'l bilan ketdi Muhammad deb fe'l bilan boshlangan jumla. Bu ikki xil qurilma to'g'ri jumlada. Bu fe'l bilan boshlangan jumla biz jumlatul fi'liya deb ataymiz. Masalan, Muhammad Muhammad yoki zahaba zahaba deb hech qanday bir ma'no ifodalamaydigan foydasiz jumla kelib qo'ysak, ikki so'zdan tarkib topgan. Bu arab tilida jumla hisoblanmaydi. Endi eskarib qo'yishga tegishli bir gap. Kalimani biz mufrad ma'noni bildiradigan so'z dedik. Yolg'iz ma'noni bildiradigan so'z dedik. Ba'zida jumlaga, ya'ni mufrad ma'no emas, uzun jumlani bildiradigan so'zgimi kalima ishlatilib qoladi. Az ahvollarda. Masalan, qad yutlaqu alal kalam kalima deydi. Kalamga, ya'ni jumlaga ba'zida kalima ishlatiladi. Masalan, kalimatu tauhid, tauhid kalimasi, kalimatu tayyiba, kalimatu shahada, shahadat kalimasi deymiz. Bu bir so'z emas, mufrad, yolg'iz so'z emas. La ilaha illalloh. Bu bir jumla. Bir jumlik mana bu yerda jumlaga kalima degan so'z
ishlatilib qoldi deymiz. Uningdan keyin biz kelimani tunishtirishni bildik. Shundaqla kelimaning 3 turga bo'lganligini so'zladik. Kelimani ism, fe'l, harf deb qanday qildik? 3 turga bo'ldik. Endi 5dan kelsak, ism degan nima? Uning qanday alomatlari bor? Uni fe'ldan yoki harfdan qanday ayiramiz? Bu haqda so'zlaymiz. Endi ism buning arab tilidagi tunishtirilishi ism deganimiz kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha g'ayr muqtarinin bi ahad al-azminati thalatha. İsim deganimiz kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha. O'zidagi ma'noni bildiradigan. G'ayr muqtarinin bi ahad al-azminati thalatha. 3 zamonning biri bilan birikmasdan. Ya'ni bu o'zi bir ma'noni bildiradi, lekin bildirgan ma'nosi 3 zamonning biri bilan birikmaydi. Ya'ni uningda vaqt, zaman uqumi bo'lmaydi. Masalan, kitobun. Kitob desak bir ma'noni bildirib beradi. Kitobdan iborat bir ma'noni bildirib beradi. Lekin buningda vaqt uqumi yo'q. Endi buning qanday alomatlari bor? Buningga xos bo'lgan, buni fe'ldan, harfdan ayirib turadigan qanday alomati bor deganda, birinchidan al-ixbara anhu. Uningdan xabar bergili bo'ladi. Ya'ni uningdan xabar bergili bo'ladi degandan bir ism degandan xabar bergili bo'ladi. Ya'ni uni mubtada ega qilgili bo'ladi jumlada. Masalan, Muhammadun talibun. Muhammad o'quvchi desam, men Muhammadning o'quvchiligidan xabar berdim. Demak, o'quvchi ekanligidan Muhammadni qana qildim? Xabar berdim. Muhammadni xabar bergili bo'ldi. Unda bo'lsa bu nima ekan? Ism ekan. Ya'ni jumlaning egasi qilgili bo'ladi deb tushunsak ham bo'ladi. Mubtada qilgili bo'ladi deb tushunsak ham bo'ladi. Ikkinchisi va bihi. Va uning bilan xabar bergili bo'ladi. Uning bilan xabar bergili. Ya'ni bayatdan uningdan xabar berdik. Ya'ni Muhammad degan so'zni qanday qildik? Xabar berdik. Nim bilan xabar berdik? Talibun, o'quvchi degan so'z bilan xabar berdik. Buning yana bir alomati uningdan xabar bergili bo'ladi va uning bilan xabar bergili bo'ladi. Ya'ni uni jumlada xabar qilgili bo'ladi. Mushadagi talibun degan so'z xabar, shundaqla ism. Ism bilan qanday qildi? Xabar bergili bo'ladi. Ya'ni xabar qilgili bo'ladi jumlada. Uchinchi alomati al-idofa. Ya'ni muzab bo'la oladi. Bu ismga xos bo'lgan bir alomat. To'rtinchisi alif lam kira oladi. Duhul alif lam. Alif lam qanday qila oladi? Kira oladi. Fe'lga alif lam kirmaydi, harfga alif lam kirmaydi. Beshinchisi tasg'ir, kichiklatgili bo'ladi. Masalan, kitob desak, kitob degan bo'ladi. Kutayyib desak-chi, kitobcha degan bo'ladi. Uningdan keyingi alomati al-jar. Zir, ya'ni harfi jar kira oladi. Harfi jar zir qilg'uchi omil kira oladi. Uningdan keyingisi tanvin, ya'ni tanvin kira oladi. Muhammadun, Muhammadan, Xolidun deganga o'xshash qo'sh o'qila oladi. Uningdan keyin nida, ya'ni harfi nida kira oladi. Munada bo'la oladi. Mana bu ismningki alomatlari. Endi biz kelimaningki 3 turga bo'lgan ism, fe'l, harf deb. Ism bilan tanishib bo'ldik. Endi fe'lga keldik. Fe'l degan nima va uning qanday alomatlari bor deganda, fe'l deganimiz uning tunishtirilishi kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha muqtarinatun bi ahad al-azminati thalatha. Fe'l deganimiz o'zidagi ma'noni bildiradigan. Muqtarinan bi ahad al-azminati thalatha. Shu bildirgan ma'nosi 3 zamonning biri bilan birikib turib. Ya'ni 3 zamonning biri bilan birikib turib, o'zidagi ma'noni bildiradigan so'zni biz nima deymiz? Fe'l deymiz. Masalan, zahaba, ketdi degan gap. Bu bir ma'noni bildiradi. Ketdi qaysi zamonga tava? O'tgan zamonga tava. Ham uning alomati, uning alomati qanday alomati bor deganda, al-ixbara bihi. Uning bilan xabar bergili bo'ladi. Ya'ni jumlada xabar qilgili bo'ladi. Bu uni xabar qilish ismdimi, fe'ldimi ba alomat. Buni harfdan ayirib turadi amma. Ikkinchi alomati duhul qad, ya'ni qad kira oladi. Qad degan bu tavaqqu harfi deymiz. Bu qad degan bu harf fe'lning oldiga keladi. Ismning yoki harfning oldiga kelmaydi. Sin kira oladi. Savf kira oladi. Muttasil damoirlar kira oladi. Zahabtu, zahabta deganga o'xshash. Undan keyin turni oladi.
zahaba, zahaba, zahabu deganga o'xshash. Masalan, qatning kirishi qad zahaba, sinning kirishi sa'adhab deganga o'xshash. Sa'adhabu deganga o'xshash. Endi harf degan nima? Uning tunishtirilishi qanday? Harf deganimiz uning tunishtirilishi kalimatun la tadullu ala ma'nan fi nafsiha bal tadullu ala ma'nan fi ghayriha. Bu o'zi bir ma'noni bildirib bermaydi, ammo boshqasiga ma'noni bildirib beradi. Ya'ni boshqa bir ism yoki bir fe'l bilan birikib turib, uningdagi ma'noni bildirib beradi. O'zidagi ma'noni bildirmaydi, balki o'zining boshqasidagi ma'noni bildiradi deydi. Masalan, min deganga o'xshash. Min desak din, buningdan bir ma'no chiqmadi, ammo minal masjid desak, masjidin deb bir qo'shimcha ma'no chiqadi. Buning qanday alomati bor deganda, buning alomati alla yaqbala alamatul asma va la alamatul af'al. Buning alomati bayatdan biz so'zlagan ismning alomatini yoki fe'lning alomatini qabul qilmaslik. Mana bu buning alomati. Ismning alomatini qabul qilmagan bo'lsa, fe'lning alomatini qilmagan bo'lsa, bu harf desak. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Endi biz ko'nikmasini ishlaymiz. Birinchisi tamrin. Ko'nikma ixtir al-ajab ijabatu sahiha fi ma yali. Tundiki to'g'ri javobni tanlang deydi. Bu yerda bizga birinchisida bir talabni bergan, uningdan keyin bir qancha tizimlikni bergan, to'g'risini tanlaymiz. Birinchisi kalimatu jalasa, jalasa degan so'z, alif ism, ba fe'l, jim harf. Qaysi to'g'ri? Bu jalasa o'ltudi degan ismmi, fe'lmi, harfmi? Bayatdan biz so'zlagan buning tunishtirilishi va alomatini tushungan bo'lsanglar, buni sizlar ishlaysizlar. Albatta bu o'ltadi degan bo'lgan o'tgan zaman bo'ladi. Demak, buningda vaqt uqumi bo'ldi. Vaqt uqumi bo'lsa nima bo'ladi? Vaqt uqumi bo'lsa fe'l bo'ladi. Ikkinchisi hamza degan so'z, kalimatu hamza, hamza degan so'z ism, ba, fe'l, jim, harf. Hamza degan so'z ismmi, fe'lmi, harfmi? Buni tanlaysizlar. Albatta bu bir odamning ismi. Yazid degan so'z, kalimat yazid, alif ism, ba fe'l, jim harf. Bu ismmi, fe'lmi, harfmi? Yazid degan. Bu sizlar qolib qoldi. Kalimatu fi ism, fe'l, harf. Fi degan ismmi, fe'lmi, harfmi? Buni mushu bo'yicha, ya'ni tizimlikning to'g'risini tanlaysizlar. Bu sizlarga qolib qoldi. İkinci ko'nikma to'g'ri xatoni ayirish. ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. Tundaki xato iboratning oldiga xato belgisini, to'g'ri iboratning, ya'ni jumlaning oldiga to'g'ri belgisini qo'ying deydi. Birinchisi ilmun nahvi, grammatik ilmi va ilmun yu'rafu bihi ahvalu bunyatul kalima deydi. Grammatik ilmi deganimiz so'zning qurilmalarining ahvoli uning bilan bilinadigan ilm deydi. To'g'rimi xato? Biz bayatni endi tushundik. Albatta bu xato. Chunki grammatik ilmi degan so'zning qurilmasi uning bilan bilinadigan ilm emas. So'zning oxirlarining ahvollari uning bilan bilinadigan ilm. Ya'ni so'zning oxirlarining ahvollari haqida so'zlaydigan ilm. So'zning qurilmasi haqida qanaqa qilmaydi, so'zlamaydi. So'zning qurilmasi haqida nima so'zlaydi? Fe'l so'zlaydi. Ya'ni sarf ilmi so'zlaydi. Unda bo'lsa bu xato. Xato belgisi qo'yisizlar. Ba min fawaid ilmun nahw. Grammatik ilmining foydalaridan sawnu zihn anil xato fi tafkir. Zihnni tafakkur qilishdagi xatolikdan saqlash. Bu to'g'rimi xato? Biz nima deb so'zlaymiz buning foydasini? Xato. Bu grammatikini bilgandan xato tafakkurdan saqlanmaydi, xato gap qilishdan saqlanadi. Zivar qo'ydigan yani zir qilib sanmaydi, pasha qo'ydigan yani zivar qilib sanmaydi. Ammo bu tafakkur xatolikdan saqlamaydi. Bu tafakkur xatolikdan saqlash qanday ilmning foydasi bu? Logik ilmining, ya'ni ilmul mantiqning foydasi. Qani mushu bilan ishlasanglar bo'ladi, to'g'ri xatoni ayirib. Jim al-ism yadullu ala ma'nan fi nafsiha ghayra muqtarinin bi ahad al-azminati thalath. Ism degan o'zidagi ma'noga uch zamonning biri bilan birikmasdan dalolat qiladi, bildiradi deydi. To'g'rimi xato? Al-kalam 'inda an-nahwiyyin, kalam grammatikchilarning qashida kullama yutakallamu bihi mufidan kana aw ghayra mufid. Grammatikchilarning qashida kalam
Foydali bo'lsin yoki foydali bo'lmasin, har qanday so'zlangan narsa, og'izdan chiqqan narsaning hammasi kalom bo'ladi deydi. To'g'rimi xato? Buni ishlaysizlar. 5-incisi la yutarakkabul kalam illa min ismin. Jumla faqat ikki ismdan tarkib topadi deydi. To'g'rimi xato? Yanqasimul kalam ila ism, fe'l, harf deydi. Kalam, jumla, ism, fe'l, harf. 3 ga bo'linadi deydi. To'g'rimi xato? Jumla 3 ga bo'linadi yoki so'zmi? Buni diqqat qilinglar. Min alamatil ism adamu qabulihi alamatil fi'l deydi. İsmning alomatlarining qatoridan fe'lning alomatini qabul qilmaslik deydi. Bu to'g'rimi xato? Min alamatil fi'l ay yakuna mudafan deydi. Mudaf bo'lish fe'lning alomatlari qatoridan deydi. To'g'rimi xato? Min alamatil mushtarika baynal fi'li wal ism ay yasihha al ikhbar bihima deydi. İsim bilan fe'lning o'rtasidagi o'rtaq alomatlarining qatoridan onun xabar bo'la olishi, ya'ni u ikkisi bilan xabar berishning to'g'ri bo'lishi deydi. Ya'ni jumlada ismni mo xabar qilib bo'ladi, fe'lni mo xabar qilib bo'ladi. Bu to'g'rimi xato deydi. Oxirgisi al harf la yaqbalu akthar alamatil fi'l wal ism. Harf ism va fe'lniki ko'pincha alomatlarini qabul qilmaydi deydi. To'g'rimi xato? Ism fe'lning ko'pincha alomatlarini qabul qilmaydi yoki ozroqini qabul qilmaydi yoki hech qaysini qabul qilmaydi. Buni sizlar ishlaysizlar. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.